Bu videoni 4-marta qayta olishim hammaga assalomu alaykum. O'ylaymanki, kechagidek 500 marta qayta olmayman. Joshirorman 500 marta emas. Nu ko'p qayta olgaman. Kecha kofe bilan bugun esa choy. Qo'yib beraman. Boshlanishdan ozroq qanasini qirqib hozir qo'yib beraman. Har bir ijtimoiy tarmoqdagi o'smir qizning videosi hello so guys bilan boshlanyapti. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan olgan yangi kitoblarim va bugun to'garakda bo'lgan voqealarni gaplashamiz. Bir kun men ham hammaga assalomu alaykum degan holatda mikrofonchimga gapiraman. Ungacha esa sizlar bilan bir finjon qahva ustida gaplashamiz. Kofening o'zbekchasi qahva, lekin noqulay-ku. Men balkim aytmagan odam uchundir. Kecha qahva bilan bugun esa choy. Kofe qulayroq qahvadan ko'ra. Balki hayajondan gapim bir-biriga qo'shmay qolyapti. Ikkita yomon va ikkita bitta yaxshi narsa. Meni maktabimizdan ham kuzatishayotgan ekan YouTube kanalimda. Bu yaxshi men uchun, lekin noqulaylik bor. Chunki men kamerani oldida tortinmasdan yaxshi o'zim bugun paytim ishlayman, lekin kimdir meni tanishlarim kuzatayotganini ko'rsam qandaydir hayajon bo'ladi. Men hozir ham gapimni topolmay qoldim bu. Yomon narsa emas, u g'alati narsadan bittasi. Men oshxonani tozalab video qilgandim va oxirida narsani tuzgandim. Uyni tuzganimda rekka chiqib ketgan video, lekin bitta pastidagini chappa tuzib qo'ydim. Bunga kommentariy kelib tushdi. Ko'rgan inson, buni sezib qolgan inson uchun rahmat. O'zim sezmaganman, seriyozman. Buni ko'rgan ko'p odamlar sezmagandir balki. Men o'zimdan kechirim so'rayman bu narsaga. Nimaga? Chunki shuncha vaqtimni ketkazib tuzganim, noto'g'ri tuzib qo'yganim. Yana bitta yomon narsadan bittasi, bugun maktabda eng yaqin do'konim aytgan gapini esimdan chiqara olmayapman. Nimaga bilmayman. Oddiy gap aytdi, lekin hozir yig'lagim ham kelyapti u narsaga. Xafa emasman, faqat kun bo'yi shu narsani o'ylab yuribman-da. Hozirgi olayotgan videomning asl qahramonlari bular. Bu videoni montaj uchun menda 1 soat ketadi, vaqtiga qarab yoki yarim soat ketadi. Bu kitobni olganimga уже 4-kunmi, 5-kunmi ketyapti, lekin videolarimda mana endi qo'yaman. Oldingi videomda mana buni ko'rsatib o'tgandim. Oldingi videolarimda bilmayman, men juda bo'lib juda bo'lib tashlamasdim gapirayotganimda, lekin hozir shunchalik ko'p o'chirib yoqib qilyapman. Gap kelmay qolyapti. Shu joyga kechagi videodan bitta yarmini kesib qo'yib olamiz. Bu kitobda men o'zim kuzatadigan blogerim maqtagani uchun yana qayta YouTube kanalimda YouTube'da shortslarda chiqavergani uchun oldim va endi o'qib boshlayman. Hozir buni o'qib boshlaganman da ozrog'ini tugatdim. Bashchasi. Ozginasini. Buni esa hech qaysi blogerimda ko'rganim yo'q, shunchaki yo'q, unda ko'rdim-ku. To'rtta gapni endi eplab aytaman degan joyimda onam kelib qoldi. O'zini ustidan o'zi kuladiganlarni eshitdi. Bu da o'zim kuzatadigan bloger emas, boshqa blogerlarda ko'rdim. Ba'zilar o'qimanglar degan boyagan bo'ldi. Lekin men qiziqib ko'rdim mana shu kitobga. Yoshgina men qatori qiz blogerlar rost o'qiyotganini ko'rsatib, ichida bo'layotgan voqealarni aytib, keyin o'qib ko'rim keldi. Va shuni birinchi boshladim. Lekin men kitob do'konga mana bu uchun borganman. Kitob do'konda esa bittagina mana bu qolgani uchun buni ham oldim. Bitta narsani ko'rsatib o'tib ketay, chunki bunga video qilganman, lekin YouTube'ga qo'yganim yo'q. Hozir yaqinlashtirib ko'rsataman.
Boya aytganimdek, akam kelishdan oldin videomni tugatmoqchi edim, lekin ulgurmadim yana. Akam duo qilsa menga iPhone olib berar ekan. Garchi iPhonega qiziqmasam-da, Samsungga qiziqaman. iPhone'li bo'lib qolsam ham. Hozir telefonimni rosa yo'qotyapti men. 3 yil ishlatdim bu telefonda. Qo'shiqni o'zgartiramiz. Balki ko'rar bu videoni, balki ko'rmas, lekin bilmadim. O'zimga juda boshqacha tuyulyapti-da, aytgan gapi bor-ku. Xafa desam mendan xafaga ham o'xshamaydi. Men xafa bo'lay desam, xafa bo'lishga balki haqqim yo'qdir. Nimadir deb bilmadim. O'zim tushunmay qoldim, lekin просто o'ylayapman, xayolimdan ketmayapti. Hozir ham bor-ku videoni pashta o'rtasiga keldim. Men kayfiyatim unchalik tez o'zgaradi, tez xafa, tez xursand. Kino ko'rayotganimda to'satdan harflar paydo bo'lib qoladi deydi-ku. O'shanday kitoblardan bittasi. Yo'qolgan narsalar kitobning ichidan chiqib kelar ekan. O'zimga qoyil qolish. Men o'tgan safar yaqinda bizga imtihon bo'ldi va biz unda speaking topshirdik. Unda yaxshi ko'rgan kitoblarimiz haqida inglizcha so'radi va javob berdik. Shunda sonini ayt deb ham so'rayapti. Yana sonini aytyapman. Nomini birma-bir aytdim. Xuddi shunday, xuddi ko'z oldingizda kino gavdalanadi kitob o'qiyotganingizda, lekin hamma kitobda bunday bo'lmaydi. Chunki men 3 tami kitobimda bunday bo'lmagan. Balki men tushunmaganim uchun shunday bo'lmagan. Bunday bo'lmagan. Bunday bilan videomiz oxirlaydimi? Mana bu kitobda ham xuddi kino ko'rayotgandek bo'ladi inson. Bu kitobda ham boshlayman. Bunda ham ko'pchilik aytishdi. Ko'z oldi kino ko'rayotgandek. Menda ham shunday bo'ladi deb o'ylayman va taassurotlarimni o'qib bo'lib aytaman. Nima qo'shaman? Bo'ldimi, qashima? Deydimi? Bo'ldi, menga bu. Yo'q, emas, mana bu. Kerak bo'lsa bering. Qo'shib berdim. Hayotimdagi eng asosiy 2 kishi inson bor, bu onam va akam. Eng asosiylari. Va ular meni har doim qo'llab-quvvatlashadi. Masalan, video olishimda ham har doim qo'llab-quvvatlashgan va hech qachon qarshi bo'lishmagan. Men o'zimni video olish ishtiyoqimni nimaga yo'qotib qo'ymaganman, ularning qo'llab-quvvatlashi bilan, qarshi emasliklari bilan va boshqalarning video olishimga nisbatan nimadir fikri, masalan, может, ustozlarim agarda videolarimni ko'rgan bo'lsa, endi O'zbekistonda YouTube'ga, ijtimoiy tarmoqlarga video olinsa, demak, u qandaydir hisoblanadi, kimlardir fikrida qandaydir qiz deb, lekin u yo'q. Shunchaki men jurnalistikaga qiziqaman va kamera oldida bemalol ishlashda avvaldan o'zimni tayyorlab hayajonlanmaslik uchun shuncha harakat qilyapman, lekin eng qizig'i, men ingliz tili to'gariga borganimda hamma guruhdoshlarim menga qarab turgan paytda speaking topshirayotganimda juda hayajon kuchayib ketadi. Shunday bo'lsa ham hozir bir o'zim video olyapman va unga gapiryapman, hech kim yo'q, tortmayman, lekin kimdir mana shu oldimda videomni ko'rib turadi-ku, qayergadir bekinogim keladi davoyga. Eng asosiysi shu, meni qo'llab-quvvatlashlari. Boshqa hech kimning fikri men uchun qiziq emas. Video olishimga qarshi insonlar, masalan, nimadir gaplar bo'lishi mumkin orada, lekin meni eng asosiysi akam va onam qo'llab-quvvatlaydi. Endi YouTube'da boshlayotganimda ko'pchilik menga boshlama, qo'yma, bunday qilma deyishdi. Bu men birinchi marta ishlatishim emas. Men avval TikTok ishlatganman aytganimda va unda 2 milliondan ortiq podpisчик bor edi, lekin shunchaki men umuman ishlatgim kelmadi TikTokni. Va shunchaki YouTube. Hayotimda bo'layotgan barcha voqealar va hayotimdagi barcha insonlardan minnatdorman. Hammaga xayr, like bosishni unutmang.